Musa alayhissalom. Musa alayhissalom Misr podshohi Ramzes II davrida tavallud topdi. Bu paytda Misr atrofida yashayotgan Yahudiy qabilalarining soni yil sayin ko'payib borayotgandi. Ramzes II Yahudiy qabilalari ko'payib ketsa, Misr dushmanlariga ko'mak beradigan katta kuch paydo bo'ladi degan xavfda ulardan nihoyatda og'ir ishlarda foydalanar va ularni guruhlarga bo'lib tarqatib yuborishga harakat qilardi. Rivoyat qilinishicha, Ramzes II folbinlaridan yaqin bir guruhi kelajakda Bani Isroil qabilasida bir go'dak tug'ilishi va u voyaga yetgach podshohni taxtdan ketishiga sabab bo'lishi xabarini unga yetkazadilar. Buni eshitgan podshoh Yahudiylarning barcha tug'ilajak o'g'il farzandlarini qatl etishga hukm chiqaradi. Lekin ko'p o'tmay Misrlik oqsoqollar podshoh huzuriga kirib, agar ahvol shunday davom etaversa, yaqin kelajakda og'ir ishlarda xizmat qilishga biron kimsa topilmay, barcha yumushlar o'zlariga qolishini aytib, uni ogohlantiradilar. Shundan so'ng podshoh Yahudiylardan tug'ilgan o'g'il farzandlarni bir yili o'ldirib, ikkinchi yilda tirik qoldirishga amr etdi. Bani Isroil farzandlari o'ldirilmaydigan yil Musoning akasi Harun tug'iladi va u tirik qoladi. Muso esa farzandlar o'ldiriladigan yilda tug'iladi. Onasi uni ayg'oqchilar ko'zidan yiroq tutganligi sababli u tirik qoladi. Onasi Musoni o'z qaramog'ida ma'lum muddat yashirincha tarbiyalab yurdi. Lekin farzandining xabari Fir'avn qulog'iga yetib qolmasin-da degan xavfda yashardi. Bu holni ko'rib turgan Alloh taolo Musoning onasiga xayolida Musoni bir sandiqqa solib Nil daryosiga tashla deya ishora qildi. Ona Allohning xohish irodasi bilan o'g'lini sandiqqa solib daryoga oqizib yubordi. Daryodagi sandiqni Fir'avn xizmatchilari ko'rib qolib, tutib oladilar va podshoh xotiniga olib borishadi. Yosh Musoni ko'rgan malika uni o'ziga farzand qilib olishga qaror qildi va Fir'avnni bunga ko'ndirdi. Muso Fir'avn qasrida voyaga yetdi. Ammo o'zini qasr ahlidan emas, balki xo'rlangan Bani Isroil qabilasidan ekanligini yaxshi bilardi. Kunlardan biridan Muso qasrdan chiqib aylanib yurib, o'zaro janjallashayotgan ikki kishiga duch keldi. Ularning biri Fir'avn qavmidan, ikkinchisi esa Bani Isroil qabilasidan edi. Bani Isroillik kishi madad so'rab Musoga murojaat qildi. Muso yordam berish niyatida uning raqibini bir mushtlagan edi. Fir'avn qabilasidagi kishi musht zarbidan halok bo'ldi. Muso qilmishiga ko'p pushaymon bo'lib, Parvardigoriga tavba tazarru qildi. Keyingi kuni
aylanib yurib yana kechagi Bani Isroillik kishi Fir'avn qabilasidan boshqa bir kishi bilan janjallashib turganini ustidan chiqdi. Bani Isroillik Musoni ko'rib yana madad so'radi. Muso darg'azab bo'lib unga tanbeh berdi va ularni ajratmoqchi bo'lib yaqinlashganda Bani Isroillik qo'rqqanidan Musoga kechagini o'ldirib qo'yganingdek meni ham urib o'ldirib qo'ymagin deya yalina boshladi. Buni eshitgan Fir'avn qavmidagi kishi kechagi o'ldirilganning qotili Muso ekanini bildi va bu xabarni o'z qavmiga yetkazdi. Fir'avniylar Musoni axtarishga tushdilar. Buni sezgan Muso tezda Misrni tark etib Madyan degan shaharga bosh olib ketadi. Muso Madyanga kelgach, bir to'da odamlar o'z chorvalarini sug'orish uchun kichkina hovuz atrofida bir-birlari bilan navbat talashib turishganini, chetroqda esa ikki qiz o'z mollari oldida xomush o'tirganlarini ko'rdi. Qizlardan nima sababdan xafa bo'lib turishganini so'radi. Qizlar otalari qari ekanligi, o'zlari bu kishilar orasiga kirib mollarini sug'ora olmayotganini bayon qildilar. Shunda yosh, kuch-quvvatga to'lgan Muso ularning mollarini sug'orib berdi. Bir chekkadagi daraxt soyasida dam olib yotgandi, haligi qizlardan biri kelib, Musoni ularga ko'rsatgan yordami uchun otalari uyga taklif etayotganini aytdi. Musofir shaharda boradigan joyi yo'qligidan Muso bu taklifga darhol rozilik berib, qizlarning otasi huzuriga tashrif buyurdi. Bo'lgan voqeani birma-bir hikoya qildi. Shunda qariya Musoga tasalli berib, endi unga hech kim zarar yetkaza olmasligini aytdi. Uyidagi mollarini boqish xizmatini taklif etdi. Agarda 8 yil molimni boqib bersang, qizlarimdan birini xotinlikka beraman deya va'da qildi. Muso bu taklifga ham rozi bo'ldi. Kelishilgan muddatgacha mollarni boqib berdi. So'ngra o'z ahli ayollari bilan janub tomonga yo'l oldi. Yo'lda qorong'ida adashib, qaysi tomon borishini bilmay turganda uzoqdan bir sho'la ko'rindi. O't atrofida odamlar bo'lsa kerak, ulardan yo'l so'rab, ozroq o'tidan ham olib kelay, biroz isinib olamiz degan xayolda sho'la sari yurdi. Muso olov ko'rinayotgan joyga yaqinlashganda Parvardigor nidosini eshitdi. Ey Muso, sen muqaddas vodiy Tuvoda turibsan. Seni payg'ambarlikka ixtiyor etdim. Sen yolg'iz menga ibodat qilib, oxirat kuniga ishonib, amali solih qilgin. Senga bir tayoq berurman. Mo'jiza tufayli ilonga aylana olur. Ikkinchi mo'jiza, qo'lingni cho'ntagingga solib qaytib olsang, qo'ling oyna kabi yaltiraydigan bo'lur. Bu ikki mo'jiza quvvati bilan sen haddidan oshib ilohlikni da'vo qilayotgan Fir'avnni iymonga da'vat etgin. Muso bu vazifa nihoyatda mas'uliyatli, og'ir ekanini fahmlab, bu amrni bajarishda Allohning o'zidan madad so'radi.
birodari Horunni o'ziga yordamchi qilib berishini duo qilib, Parvardigorga iltijo qildi. Alloh Musoning bu so'rovlarini qabul etdi. Musoga turli dalil hujjat va mo'jizalar in'om etib, Horunni yordamchi qilib bergandan so'ng, endi borib haddidan oshgan Fir'avnni hidoyat yo'liga da'vat etishlariga buyurdi. Muso va Horun Fir'avnning zolimligi-yu beshafqatligini o'ylab, agar bizlar borib uni hidoyatga da'vat etsak, zulm qilib biror zarar yetkazib qo'ymasmikin deb xavfsirashdi. Shunda Alloh taolo ularga taskin berib, o'z hifzu himoyati ostida bo'lishlarini ta'kidladi. Muso va Horun farmoni ilohiyga itoat etib, zolim Fir'avnni hidoyatga da'vat qilish uchun uning huzuriga keldilar. Muso Fir'avnni yolg'iz Allohni e'tirof etishga, Bani Isroil qavmiga zulm qilmaslikka chaqirdi. Muso Fir'avnni yolg'iz Allohni e'tirof etishga, Bani Isroil qavmiga zulm qilmaslikka chaqirdi. Fir'avn o'zi tarbiyalab voyaga yetkazgan Musoni o'z harakatlarini noto'g'ri baholayotganidan taajjublandi. Musoga uni boqib voyaga yetkazganligi va unga ko'rsatgan xizmatlarini bir-bir sanay boshladi. Shunda Muso unga javob berib, garchi sen meni yoshligimda tarbiyalab voyaga yetkazgan bo'lsang-da, mening qavmimga qanchalar zulm qilding, men bundan qattiq alamdaman dedi. Fir'avn Musoning payg'ambarligini tan olmay, u bilan bahslashda davom etdi. Unga qarata, butun olamni tarbiya qilguvchi Parvardigoring kim o'zi dedi. Muso bunga javoban, butun borliqni yaratgan Allohning qudrati-yu, uning yakkayu yagonaligini isbotlab, qator dalilu hujjatlar keltirdi. Lekin qalbiga zalolat muhri bosilgan Fir'avn ularning birortasini e'tirof etmay, atrofdagilar bilan Muso va Horunni mazax qila boshladi. Muso bilan Fir'avn o'rtasidagi Allohning birligi xususidagi bahs avj olib ketdi. Fir'avn Musoning so'zlari rostligi-yu, haqiqatan ham payg'ambar ekanligini isbotlashi uchun undan dalil talab qildi. Shunda Muso qo'lidagi tayoqni yerga tashlagan edi, u ilonga aylandi. Keyin cho'ntagidan qo'lini chiqargan edi, oyna kabi yaltirab, ko'zlarini qamashtirdi. Buni ko'rgan Fir'avn va uning atrofidagilar bu shunchaki sehr deyishdi va Fir'avnga atrofdagi sehrgarlarni jamlab kelishni, ular ham sehr ko'rsatib Musoni lol qoldirishlari lozimligini maslahat berishdi. Shunda Fir'avn barcha kuchli sehrgarlarni to'plashga va qanday bo'lmasin Musoni mag'lub qilishga farmon berdi. Sehrgarlardan kimda kim Musoni